O'z yog'ida o'zini qovuribdi deydigan iborani ishlatmaymiz, shunchaki masalliqlarning hammasini solib, bir ovqat hosil qilamiz. Hayotingizda yoki uyingizda boringki ro'zg'oringizda kamchilik bo'lsa, bu norma holat deb hisoblang. Har bir insonda bir kamchilik bo'lganidek, turmushda va ro'zg'orda kamchiliklar bisyor bo'lishi tabiiy. Shu qatorda o'zim ham ro'zg'orimdagi bor narsa bilan oddiy kamtarona ugra sho'rva retseptini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Yog'imizni qizdirib, piyozni solib, tilla rangi keltiramiz va undan keyin go'sht ozgina qovuramiz va kartoshka solib qovurishni boshlaymiz. Ro'zg'orimizda bor bo'lgan narsalarni birin-ketin solamiz. Men bo'lsa ro'zg'orimdan qizil sabzi, sarimsoq piyoz, ko'k va qizil bolg'ari, ozgina ikra va ziravorlar, tuz va ko'katlar solib ovqatni qovurishda davom etaman. Shu o'rinda eslatib o'taman, 5 qo'l baravar emas. Shuning uchun ro'zg'oringizdagi bor masalliq bilan ovqat qilasiz deb eslatib o'tdim. Hozirgi paytda ideal retsept, bir-biriga o'xshamagan taomlar ko'p, lekin ularni tavakkal qilib pishirib ko'ramiz desak, ro'zg'orimizda kamchiliklar bisyor bo'ladi. Ro'zg'orimiz to'la to'kis payt bo'lsa, bizani vaqtimiz bo'lmay qoladi. Mani pishirgan bu ovqatim bo'lsa, hammaga birdek yoqadi. Sababi ishdan kech kelsangiz ham baribir har kuni ovqat qilishingiz kerak. Bu doimiy ovqatimizga aylangan o'zimizni tabiiy oddiy ugra sho'rva. Faqat Instagramda emas, real hayotda ko'rsata olgan va real hayotda yashagan va shunga asoslanib videolar olganim uchun menga obuna bo'lishni unutmang. Ovqatim yoqqan bo'lsa, kommentariyada aytib o'ting va albatta like bosing.